Irana Akademiya o'quv markazlari tarmog'i ochilishidan eng katta asosiy maqsadlardan biri bu o'quvchilarni o'z maqsadlariga chegara qo'ymasliklari va kelajakda katta maqsadlarni oliy o'quv yurtlariga grantlar asosida kirishlarini qo'rqmasdan o'zlariga maqsad qilib qo'yib va albatta intensiv ravishda qisqa vaqtda mana shu maqsadlariga erishishlari uchun sharoitlar yaratib berish va o'quvchilarga, O'zbekiston yoshlariga eng to'g'ri yo'llarni ko'rsatib, ularga ta'lim-tarbiya berishdan iborat. Irana Akademiya o'quv markazlari tarmog'i asoschisi va rahbari bo'laman. Ushbu o'quv markazimiz ilk bora 2021-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda bizning 3 ta filialimiz O'zbekiston Respublikasi hududlarida faoliyat yuritib kelmoqda. Biz qisqa vaqt mobaynida 3 ta filialni ochishga muvaffaq bo'ldik va bunda kelajakka qadam loyihasidan unumli foydalangan holda imtiyozli kreditlardan foydalanib, o'quvchilarimiz uchun yanada qulayroq sharoitlar yaratishga muvaffaq bo'ldik. Siz ham kelajakka qadam loyihasidan unumli foydalangan holda o'z maqsadingizga erishing.